Assalomu alaykum hurmatli Instagram. Sizlarga jo'jalarni moshinalarni ko'rsataman, ko'rib like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. To'liq video Avazbek Uz YouTube kanalida. Sotilaveradi. Mana bu onasi, uni qizi, bu boshqa hamtana emas. Yo'q, mana makallar, uni Jo'ja makam bilan hamtanani. Jo'ja hamtanami? Hamtana. Gap so'z yo'q mana. Enasi mana shu makam, mana ko'rib olsin endi. Enasini ko'rsatmaysiz, enasini ko'rsatmaysiz. Mana bu kunlara makiyon, qora makiyon bular tuxumda, chotki raketa qanot pilotkali. Mana bu kul 1 yosh bo'ldi, mayda yoshidan o'tdi, tulay bo'ldi, xudo xolasa. Hozir tulovdi. Nakavchini hamtanasi. Nakavchini hamtanasi mana xudo xolasa. Ishqozlariga. O, mana bu yoqda moshinalari bor mana. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham ko'p parandalar, shalpon makiyon deysizmi, 4 kiloli, 5 kiloli, 3 kiloli tanlab oladigan darajada moshinalari bor xudo xolasa. Hali yuribdi ichkarilar. O, ana bu yoqda bitta makiyon turibdi. Mana qaranglar. O'ta toza chiqqan ekan. Yoniga yaqinlashtirmayapti. Mana bu xo'roz ham sotiladi. To'rklardan og'ir. Bu cho'jali pixi ham chiqmagan. Aprelda oxirroqda chiqqan. Qora kunlardan bu yana. Qora kunlardan o'rtoqlar. O, makiyonni qarang mana. O'ta go'zalmi? Unda o'sha Xunda. O, mana bu yoqda ham bor. Mana bu tomonda ham bor o'rtoqlar. Ishqibozlar. Albatta to'liq video YouTube platformamizda o'tib bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Video uchun bitta like bosib qo'yasiz.